Va ana endi esa biz agar ustoz ijozat bersangiz Nizomxon Ne'matovdan bir chiroyli tarona tinglasak, ha? Ustozlarning oldida bir chiroyli munosib taronalarni, marhamat Nizomxon. Navbat sizga chiroyli qo'shiqni tinglaymiz. Gapirib qo'ying. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Sizni qo'shiqlaringizni aytib katta bo'lganmiz. Ana. Rahmat juda ham. Bizni vodiyimizning to'ylari sizni qo'shiqlaringiz bilan qiziydi. To'y bola. Eng qiziydigan qo'shiqlarni aytgansiz. Ana shuni eshitaylik bo'lmasa. To'y bolani aytasizmi? Aytaveramiz. Ikki qator aytib qo'yasiz. Bo'ldi. Bilalash bilan. Yog'ishdan qamchi qilar, ot qilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Yog'ishdan qamchi qilar, ot qilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Sergabida kampirlarni mot qilar. Sergabida kampirlarni mot qilar. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, Shirin bola, bola, shakar bola, bola. shirin bola, shakar bola, toy bo'lib chopib yurgan to'y bola. Demak, bilar ekan buni. Endi o'zini endi baribir meni ustozim